Ha, amaki, assalomu alaykum. Salom qani? Assalomu alaykum. Nazira, yosh qizchani qo'liga shuncha tilla uzuk taqtirib qo'ygansan. Ey, yomon o'rgatyapsan bularning, ey. Tillamiz ko'pda. Taqamanda qizimga tilla. Nimaga chiqdingiz? Man, nima? Yordamga chiqinglar, bir mahallani tozalash, obodonlashtirish bo'yotibdi. Chiqmaydi meni qizim. Boravering. Shuncha tillang bor ekan, mahallaga yordam so'rab chiqmasan. Boring. Nazira, qizingga aytgan iltimosi bizga chiqib bir yangi yordam berib tursin. Mehmon kelar ekan ulgurmayapti-da. Men o'zim uyimda ishlamayman, men sizni uyingizga borib ishlashim kerak. Nima qilibdi, bir qo'shnichi yordam bersa bo'lmaydimi? Aql o'rgatmang. Nima o'rgatyapsan qizingga? Ishlat, mehnat qildir, ertaga berasan-ku. Nazira, hali katta qizingga o'zing ovqat yediryapsanmi? Buning ertaga tegsa qana ovqat qiladi? Qilmaydi qizim, erga tegsa ham ovqat qilmaydi. O'zim tog'orada pishirib yo'qlab boraman. Tog'ora yurman shu 40 yil mana shu orqasi tog'ora ko'tarib yuring. Nimaga keldingiz o'zi? Aql o'rgatgani. Aqlimiz ko'p o'zimizda. Buni ham. Asal qizim. Nazira, jon Nazira, shuna hamma qo'shnilar mahallani supuryapti. Sizlar ham chiqib shu mahallani supurishinglar iltimos. Mani qizim birovlarning uyini oldini supurmaydi. Ertaga buning ham yerga tegishi mumkin. Hovliga yerga tegsa nima qiladi o'rgansin deyman, jon Nazira. Mani qizim hovlida yashamaydi. Qizimga tabiat sitida uy olib qo'yganman. 6 qavatli g'ishtdan qurilgan, zamonaviy liftlari bor, yashil hudud, daraxtlar, toza ob-havo, hammasi tabiat sitida bor. Mashinasini qo'yishga avtoturargohi ham bor. Nazira, qizingga shuncha sharoit. Mana ham o'zing o'g'il qilib ol. Bizning asal qizimiz bor, o'g'il kerak emas. Yana aql o'rgatadigan o'g'il kerak emas. O'g'il qil. Хорошо, все будет хорошо, я это знаю.